Hozirgi kunda hamma sevib iste'mol qiladigan shokolad shirinligining eng oson retseptini o'rgataman. Yurakchani qizartirib, videoni ko'rishda davom eting. Sutni ilitib olib va qolgan masalliqlarni ham birin-ketin solib olamiz. Video ostida hamma masalliqlarning grammlarini yozib qoldiraman. Un solib xamir qoramiz. Xamirimiz salgina yopishqoqroq bo'lgani yaxshi va oshirishga olib qo'yamiz. Oshgan xamirni ozgina un bilan yoyib chiqamiz. 2-3 sm qalinlikda yoyib chiqsangiz bo'ladi. Uyingizda baklajka bormi? O'shani qopqog'ini olasizda, videoda ko'rsatilganday shaklni berib chiqasiz. Bittagina qopqoq bilan chiroyligina yumaloqgina shakl paydo bo'ladi. Qizib turgan yog'imizga o'rtacha olovda to'xtamasdan aralashtirib pishirib olamiz. Shirinligimiz tayyor bo'ldi. O'z nomi bilan choko bo'lgani uchun shokoladni eritib olamiz va xohishimizga qarab bezatib olamiz. Nima shirinlikni tayyorlashni bilmay o'tirgan yaqinlaringizga retseptni yuborib qo'ying. Sahifamga o'tsangiz, bundan-da zo'r retseptlarni topasiz. Shirinlikni ko'rib ishtahangiz ochilgan bo'lsa, like va komment qoldirishni unutmang.